Osh pishirish jarayoni elektricheskida. Mana hozir birinchisiga qo'yib olib qilyapman. Mana birinchisida. Men ikkitani o'chirib qo'yganman. Shuni o'zida yaxshi mana. Qalay qaynashi. O'xshayaptimi? Elektricheskini buni plyus tarafi o't hamma joyda birdek tegadi-da, hamma joyga bir xil tegadi. Bet qaynab, et qaynamay qolmaydi. Mana bittasi qo'shilib turibdi. Necha gradusda? 150 120 shunaqada turibdi mana примерно. 110 mi shunaqada turibdi. Endi tasavvur qiling, mana uni 300 ga qo'yasiz, buni 300 ga qo'yasiz, buni 300 ga qo'yasiz. Qanaqa pishiradi? Любой narsani pishirar ekan demak. Hozir oshimiz davom etyapti mana. Ko'rdingizmi? Mamdaqa mama papa deydimi, papa mama deydimi? Mana shunaqaga nima qilib qo'ysangiz bezopasniy bo'ladi. Ko'rdingizmi? Har kuni oshimiz tayyor endi, xudo xolasa. Almata, To'lebi, Turkibayeva, Artyom. Ana To'lebi ko'chasi, Turkibayeva keladi. Turkibayeva, Artyom. Uyg'ulda. Letniklarimiz bor mana. Ichkari bor mana. Kelaverasizlar. Oshimiz tayyor bo'ldi. Do'stlarga joy tayyorlab qo'ydik. Kelaverasizlar. Xudo xolasa